Assalomu alaykum barchaga. Esinglarda bo'lsa, bir necha oy oldin drift qiladigan mashina yasaman deb video chiqargandim. 20 mingta bo'lsak, obunachilarimiz 20 mingtadan o'tib ham ketdi, lekin u va'daligicha qolib ketdi. Proyekt qila olmadim noma'lum bir sabablarga ko'ra. Bugun o'sha kun keldi. Bu proyektimizni boshlab qo'yganman. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir shu holatigacha keldi. Faqat bu joylarni video qilish esdan chiqib qoldi. Turbamizning qalinligi 25 lik turba bo'ladi. Diametri demoqchidim, qalinligi esa 2 mm hisoblanadi. Bu joyiga pachimlik qo'yilgan, ikkala tarafiga bu yerga o'q o'tadi va ikkala yonida balon bo'ladi. Rol burish qismi ham yasalgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu joy aylanadi, ikkita. Hozir buni oldiga o'rnatamiz. Videodan oxirigacha ko'ring va ishimizni kuzatib boring. Mana do'stlar, svarka qilib bo'lindi. Svarka qilib chaqlab chiqildi. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham akkuratniy bo'lib chiqdi. Endi bu yerga rol tizimini o'rnatamiz. Mana do'stlar, rol tizimimiz o'rnatildi. Ko'rishingiz mumkin. Endi ularga shunday qilib buni burgani mana shu kamera o'rnatamiz. Bu tomoniga o'rnatiladi. Mana bo'lsa buni ham boshladik. Oldin bularni teshib olamiz. Bu yer plankalarimiz tayyor. Endi buni mana shu yerga shunday qilib svarkalab chiqamiz. Mana buni ham boshladik. Mana shunday pishiriladi. Juda ham akkuratli bo'lib chiqadi. Sizlar, mana kartingimizning asosiy ramasi bitta, ko'rishingiz mumkin. Rol qismlari ham bunaqa buriladigan bo'lib, akkuratli bo'lib chiqdi. Endi bunga balonlarni qo'yib, chiroyli qilib taxlaymiz. Bu ishlarni esa keyingi qismda qilamiz. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishdan chiqmasin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi qismda ko'rishguncha.